Xo'p, birinchi o'rinda komix materialga siz bergan o'lcham aniq bo'lishi uchun lineykani to'g'ri tanlab olish kerak. Misol tariqasida maslahat beraman, quyidagicha temir lineyka yoki shaffof lineyka bo'lsin. Nima uchun shaffof? Mana bunga o'xshash rasmlarni chizganlaringizda mana bu uchi bilan mana bu uchi agar bir xil tushadigan bo'lsa, chiziqlari tekis tushadi-da. Ya'ni notekis tushib qolmaydi. To'rtburchak bo'lgani bilan salgan romga o'xshab bukiladigan bo'lsa, noto'g'ri chiqib qolishi mumkin. Shunday vaziyatlarda temir lineyka yoki shaffof bo'ladigan bo'lsa, tagidan ko'rinadi chiziq to'g'ri o'tayotgan. Demak, bizga mana bu uchi bu yog'iga to'g'ri kelgan bo'lsa, ikkinchi uchi mana bundan to'g'ri o'tgan bo'lishi kerak. Bu degani mana bu chiziq to'g'ri chizilyapti degani. Keyin temir lineykani olayotganda e'tiborliroq bo'lishlaringiz kerak. Kecha bizda adashilgan ekan. Mana bunda ozgina xatolik bor millimetrda. Misol uchun mana bu boshlanishi, mana bu boshlang'ichini 1 deb oladigan bo'lsak, bu yergacha 5 emas, o'z aslida 4 boshlangan. Keyin bu yog'i to'liq bo'lib ketgan. Shunaqa narsalarga ham e'tiborli bo'linglar. Mana boshdagi bitta chizig'i o'chib ketgan. Shundan keyin o'lchashlaringizda xato narsa chiqib keladi. Agar mana shu chiziq bo'yicha olayotgan bo'lsangiz, qolgan hammasini mana shu birinchi chiziqdan olinglar. Agar mana bu chetidagi chiziqdan, burchakdan olayotgan bo'lsangiz, demak hammasi burchagidan hisob-kitob olinishi shart. Bo'lmasa hisob-kitoblaringiz xato chiqadi. Keyin quyidagicha to'rtburchak shakl chizganlaringizdan keyin to'rtta taraf. Misol uchun mana buniki bizda o'lchovimiz bo'yicha mana 15 ga 12 ekan, bu so'mimizda ostki qismi. Chizib olasizlar. Bu yog'ini mana bu kesilgan joydan oldim, sababi o'zi tekis chizilgan. Mana buni sal balandroq oldim. Sababi nega? Mana bu qismi notekis kesilganligi uchun. Agar tekis kesilgan bo'lsa, devorga tiqishtirib kesaveriladi. Mana bunaqa ortiqcha narsalar o'zi shart emas. Ya'ni otxotga chiqarmaslik kerak. Xo'p, 15 ga 12 bizda o'lchangan, mana 15 sm ga 12 sm qilib o'lchaganman. Va chizib bo'lganlaringizdan keyin diagonallardan tekshirishni unutmanglar. Mana bunaqasiga 19,5 diagonal chiqadi, mana bunaqasiga esa 19,5 diagonal chiqadi. Agar to'rtburchak chizganlaringizda diagonallar teng bo'ladigan bo'lsa, demak mana buni to'g'ri chizgan bo'lasizlar. Razmerlarda. Chizishga ham yana bitta misol keltiraman. Chizish uchun birinchi o'rinda nuqtalar juda muhim. Misol tariqasida o'chirib tashlaymiz baribir. Misol tariqasida ko'rsatmoqchiman. Bizga yana 15 kerak. Mana bu yerdan 11 nuqta o'zi belgilangan turibdi va bu yoqdan ham 15 ta nuqta belgilab olaman. Keyingisi bu yog'iga esa 12 kerak misol tariqasida. 12 bo'ladigan bo'lsa, shuni joylashtirishlaringiz kerak mana. Chiziqni mana bu qismi bilan bu qismi bir xil tushishi kerak. Agar qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, mana bunday bo'lsa, qiyshiq ketib qoladi. Yoki aksincha, mana bunday bo'ladigan bo'lsa, bunaqasi qiyshiq ketib qoladi. O'shanda imkon qadar tiniqroq chiqishi mumkin, tekisroq chiqishi mumkin agar parallel bo'ladigan bo'lsa. Keyin birdan chizmaylar. Shunchaki nuqta belgilaysizlar bu yoqdan ham. Keyin bu yoqdan bizda mana bu nuqtamiz bor, 12, mana 12. Bu yoqdan ham nuqta belgiladik. Va imkon bo'lsa, o'rtarog'idan ham yana bir ikkita nuqtalar qo'yib olinglar. Qancha mana bu chizayotgan narsalaringizda nuqtalar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, nuqtalarni birlashtirganlaringizda xatoliklaringiz shuncha kam bo'ladi. Mana 12. Endi bizga 15 kerak. Mana bu chiziq bo'yicha ham bu yog'i mos keldi, mana 15 ga nuqta qo'ydim. Va bu yog'iga ham 15 ga nuqta qo'ydim. Endi qaranglar. Bizda nuqtalar tayyor bo'ldi, nuqtalarni tutashtiramiz. Undan avval diagonalni o'lchab olamiz. Demak, bu yoqda 19,5, mana bu yoqda esa 19,5. Ozgina qiyshiq ketibdi menda hozir shoshilinchda chizib ko'rsatganligim uchun, lekin e'tiborli bo'lib chizinglar. Hozir qaranglar mana bunda xato ketgan. Mana buniki 19,5 ga deyarli ozgina yetyapti. Hozir to'g'rilaylik, mana 19,5 ga deyarli yetmayapti, mana bo'lib turibdi. Ammo mana bunaqasi diagonal qiladigan bo'lsak, 19,5 dan sal oshyapti. 1-2 millimetrgagina adashibman. Lekin yana ham aniqroq oladigan bo'lsangiz, bundan ham tiniqroq chiqadi. Demak, diagonallarimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunchaki mana bu nuqtani olamiz, bu nuqtani olamiz. Va bu nuqtani olgan vaqtimizda orada qo'ygan nuqtalarimiz bir-biriga to'g'ri tushgan bo'lishi kerak. Shundagina ishlaydi va yuqagina sekingina chizib olamiz. Mana qaranglar. Demak, mana bu yerda sal yo'rog'iga ketib qolyapti. O'sha narsalarni hisobini olib, shunday nuqtalarni olishingiz kerakki, mana shu belgilagan nuqtalaringiz bitta chiziqda yotishi kerak. Shunda ancha
tekis chiqadi. Mana tekislayapman. Mana buni bu burchak bo'lsa, buni bu burchagiga. Ya'ni imkon qadar tekisroq chizishga harakat qilinglar. Mana chizdim. Ko'rdinglar, mana bu yerda nuqtalar birlashib ketdi. Ozgina qo'yayotganimda, nuqtani qo'yayotganimda xato bo'lishi mumkin, lekin umumiy hisobda mana bu rovna chiqdi. Buni bizda diagonallarimizda o'lchaganimizda ham 19,5 ga 19,5 diagonal chiqayotgani ham tasdiqlab turibdi. Mana buni 4 burchak chizganmiz. Va mana bunaqa shakllarni ham chizayotganlaringizda santimetr murakkab shakllarni ham chizib olishlaringiz kerak. Xullas, bu videomiz qanday qilib Formix materialga buni tayyorlash bo'ldi. Keyingisida kesib olishda ko'rsatib beraman.